Hurmatli do'stlar, hammaga salom. Siz bilan Diyorbek Ibragimov. Kanaldagi yangi videoga xush kelibsiz. O'rtoqlar, bugun biz siz bilan Spider-Man Remastered o'yini haqida gaplashamiz. Bu videoda men ko'rinish bera olmayman ayrim sabablarga ko'ra, lekin sizlarga bo'layotgan yangiliklar haqida gapirib bermoqchiman. O'rtoqlar, biz Spider-Man Remastered o'yini uchun esinglarda bo'lsa donat yig'ishni boshlagandik va oxirgi natija bilan biz 1 millionga yaqin summa yig'dik, 950 qanchadir ham. O'rtoqlar, hozir biz bu video o'yinni o'zimizni yonimizdan, ya'ni o'zimizni mablag'imiz bilan o'zbek tiliga o'girishni rejalashtiryapmiz va tarjima ishlarini, dasturchilarni hammani ishga tushirdik. Bu degani video o'yinni o'zbekcha tarjimasi nima bo'lishidan qat'iy nazar, Xudo xohlasa, agar men o'lib qolmasam, Xudo xohlasa o'zbek tilida chiqadi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, homiylar bor yo'qligiga, donatlar bor yo'qligiga qaramasdan baribir o'zbek tilida chiqadi. Ammo buni bitta usloviyasi bo'ladi. U уже agar homiy bo'lmasa yoki donat orqali yig'ilmagan bo'lsa, biz o'yinni bepulga ochiq dostupda berib qo'ya olmaymiz. Agar bizni ishlarimiz bilan birinchi marta tanishayotgan bo'lsanglar, saytimiz orqali o'tib Deadpool video o'yinini ko'rishinglar mumkin. Uni ham biz tarjima qilib dublyaj qilganmiz. Deadpool o'yini orqali sifatimizga, o'sha ishlarimizga qarab baho berishinglar mumkin. O'yin tekin dostupda turibdi. Bemalol ko'ringlar. Hozir o'rtoqlar, biz Spider-Manni tarjimasini, syujet qismini, ya'ni 6 soatdan ziyodroq qismini to'liq o'zbek tiliga o'girib chiqdik. Hozir endi sortirovka jarayoni ketyapti. Sortirovka deganda sound banklarni ichidagi ma'lumot qaysi audio faylga yo'naltirayotgani, shularni hammasini biz hozir sortirovka qilib joylashtirib chiqyapmiz. Ertaga aktyorlar dublyajga kelganda adashib ketmasligimiz uchun, ko'r-ko'rona dublyaj bo'lmasligi uchun ba'zida o'sha blind dubbing degan narsa bor. Dublyajchilar ko'r-ko'rona dublyaj qilishadi. Ya'ni hech narsani ko'rmasdan shunchaki ovozni eshitib, o'sha ovozni holatlarini chiqarib fizikasiga tushishga harakat qilishadi. Shunaqa narsa bo'lishini xohlamayapman. Shuning uchun men hozir hamma VM fayllarni, sound banklarni hammasini sortirovka qilib chiqyapman. O'rtoqlar, bu yerda kichkina ish emas. Bu Spider-Man Remastered o'yini God of War o'yinidan kattaroq o'yin. Xudo xohlasa Spider-Mandan keyin God of War o'yinini ham tarjima qilamiz o'rtoqlar. Menga savol berishdi, kichikroq o'yinlarni tarjima qilmadinglarmi deb. To'la vaqtimiz bo'lmayapti. Chunki Geek TVda har hafta 3 tadan qism narsa chiqib boryapti. Shularga ham harakat qilyapmiz. Har tomonga bo'linib ketishga harakat qilyapman. Men ham shunga ulgurmayapmiz. Shunga kichkina o'yinlar hozircha pauzada turibdi. Undan ko'ra kattaroq o'yinni yaxshilab tarjima qilganimiz ma'qul deb o'yladim. Spider-Man o'yinini hozir qaysi jarayonida ekanligimizni sizlarga ozgina tushuntirib o'tdim. Hali bu bilasizlarmi, necha foizi qilinadigan ishni, где-то bir 5%dir, 10%dir qilinadigan ishdan. Bu yerda dasturchini katta ishi turibdi va tarjimonlarni hali katta ishi turibdi. Chunki o'yin ichidagi har xil tekstlar, ana bu skrinlar chiqishi boshlaydi. O'sha akoshkalarni hammasini nomlanishi, shularni hammasini tarjima qilib chiqishga to'g'ri keladi. Dublyaj uchun tarjima qilingan tekstdan tashqari yana где-то bir 40 mingtadan ko'proq tekst bo'lsa kerak. Tekstoviy fayl alohida. Umuman hech qanaqa shubhaga bormanglar. Biz video o'yinni chiqaramiz. Hozir endi reja qilyapmiz fevralning oxiriga, martni boshigami, martni o'rtalarigami release qilishni. Agar oldinroq bo'lsa oldinroq chiqaramiz. Agar ish qiyinlashib ketsa mart oyida chiqadi. Xudo xohlasa chiqadi o'rtoqlar. Men bu ishga kirishdim, o'zimiz harakat qilyapmiz. Hozir sizlarda imkoniyat bor oldindan buyurtma qilib qo'yishga. Oldindan buyurtma qilganlar o'yinlar haqida o'sha ma'lumotlarni hammadan birinchi bilib turishadi, alohida gruppada bo'lishadi va o'yinni hammadan birinchi test qilib ko'rish imkoniyati bo'ladi sizlarda. O'sha xomroq joylari bo'lsa, test qilib qayerdadir kamchilik bo'lsa, o'sha guruhda hammamiz birgalikda
hammasini hal qilamiz. Birinchilardan bo'lib o'ynash imkoniyatinglar bo'ladi. Bu uchun sizlar hozir YouTube'dagi mana bu videoni ostidagi havola orqali o'tib, adminimiz bilan bog'lanishinglar kerak. Ya'ni buyurtma qilganda sizlar o'yinni oldindan o'sha dublyajini sotib olishinglarga to'g'ri keladi. Mana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Shu yo'l bilan qo'llab-quvvatlasanglar bo'ladi. Bu hozir bo'lmay qoladigan narsa, hech qachon bo'lmaydi degan fikr bo'lmasa, albatta bo'ladi. Chunki men hech kimni kutib o'tirish xohlamadim. Homiylarni ham, donatni ham shunchaki o'zimizni mablag'ga endi bo'lsa bo'lar. Mana shu narsani qilarmiz. Keyinchalik balki odamlar o'sha tayyorini ko'rib keyinchalik qo'shilishar bizga. Mana shunaqa o'rtoqlar. Yangiliklar hozircha shunaqa. Hammaga tomosha uchun katta rahmat. Kutib qolaman. Albatta havola orqali tushib, albatta bizga yozinglar. Katta